Menga yetib borgan nola bo'lib qolsaydim, yana o'sha beg'ubor bola bo'lib qolsaydim. Hamma joyim loy qilib, tayoqlardan toy qilib, kulchanondan oy qilib bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Mana biz 1976-yil Toshkentga kelib, O'rta Osiyo meditsina pediatriya ilmiy tekshirish institutiga o'qishga kirib, 82-yil bitirganmiz. Mana shundan beri mana hozir 43 yil bo'ldi. Voy qancha do'stlarimiz, qancha og'aylarimiz, qancha birga o'qigan do'stlarimizni mana ko'p bilan birgalashib, har yili bir marta shu ko'rishib turamiz. Mana bu yil nasib qilib Denovda, Surxondaryo viloyatida ko'rishib turibmiz. Mana shu do'stlarimizni o'ylasak, hozir ko'pchiliklari mana ishlab davlatimizga foyda keltirib, farzandlarimizni oyoqlariga turgizib, sog'liklarini ishlab kelyapmiz. Mana do'stlarimizdan mana Toshkentda Nodirjon bordi, rahmatli Muhammedov. Gepatolog bo'lgandi, professor o'tib ketdilar, joylari jannatdan bo'lsin. Namanganda Komiljon degan do'stimiz bordi, Boltapoyev, u ham o'tdilar. Qolgan ukalarimiz, do'stlarimiz mana birgalashib, bugun mana shu Didor g'animat kuniga yig'ilishib turibmiz. O'qish davri juda ajoyib bo'lgan. Biz Soyuz davrida o'qiganmiz. Men Soyuz davrida o'qib, yoshimni men hozir 72 ga kirdim. Farg'onada viloyat bolalar ko'p ta'limot tibbiyot markazida bosh kirurg bo'lib ishlab keldim. Mana shu bugungi kunda ham ishlayapman. Mana bugun ko'rib, do'stlarni ko'rib, yana bir yoshligimiz esimizga kelib, studentlik davrimiz esimizga kelib, mana bugun ko'rishib turibmiz. Hammalariga omad tilaymiz, sog' salomat bo'laylik. Shunaqa tez-tez ko'rishlik Alloh nasib qilsin hammamizga. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Erkalab suygan, otam opchilab yurgan, endi 6ga kirgan, bola bo'lib qolsaydim. Hech bitmas dunyo g'ami, kim musofir yurtdami, sinfdoshlar esdami, bola bo'lib qolsaydim. Bezdim dunyo ishidan, ham yolg'onchi kishidan, charchadim tashvishdan, bola bo'lib qolsaydim. Eng go'zal dam yoshligim, sho'xligu beboshligim, haydab qalam qoshligim, bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim, bola bo'lib qolsaydim. Xudoga shukrki, 43 yildan buyon ham qirslarni, ham tovoq bo'lib, ham kasb bo'lib, ham non bo'lib, ham nafas bo'lib, mana bugun binoga yig'ildik. Doimo omon bo'linglar, sihat salomat bo'linglar. Dunyo turinglar, kimki tashkil qilgan bo'lsa, ularga baxt, saodat, sihat salomatlik tilaymiz ham qirslar nomidan. Mana 1976-yilda O'rta Osiyo meditsina pediatriya institutiga 1000 kishi kirgan bo'lsak, oramizda
afsuski, shu hamkurslarda olim kishilar, doimo fan arboblari, professorlar ishlab elimizga, xalqimizga xizmat qilib yuribdilar. Shulardan mana hozir oramizda o'tib ketgan ko'pgina birodarlarimiz, hamkasblarimiz, hamkurslarimiz oramizda yo'q. Ular ham imonlarini salomatligiga olsin. Shu xalqimizni boshiga mana har yilga bir marta yig'ilishib bizlar bir tog'da non namak bo'lamizlar. Xalqni sog'ligi ustida doimo posbon turgan shu hamkurslar nomidan hammalaringizga doimo tinchlik, osoyishtalik, umrbod nasibingiz aylagan bo'lsin. Teskariga oqqan daryolar qaytdi, tog'larda yo'qolgan sadolar qaytdi. Meni izlab ketgan nidolar qaytdi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Meni izlab ketgan nidolar qaytdi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Qoldirib ketdimmi uni tashlarga, yoki topshirdimmi shiddat shashlarga. O'zlab chorlasamda bitib xatlarga. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. O'zlab chorlasamda bitib xatlarga. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Qaldirg'ochlar qaytdi, toylar ot bo'ldi. Yurtning tog'u toshi menga yod bo'ldi. Oh deganim mening xotiram bo'ldi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Yillarni ag'darar bu kun so'rag'im. Haydadi ruh mening erkalik shog'im. Dilga jo bo'ldi bor yaqin yirog'im. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Dilga jo bo'ldi bor yaqin yirog'im. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Bolalik qaytmadi, qaytmadi. Qaytmadi, qaytmadi.
Eslamaydı dema har dam yodimdasan. Jon do'stimsan, tanamdagi qonimdasan. Og'ir kunlar bo'lsa agar boshimda, yolg'iz qo'ymay meni har dam yonimdasan. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog' omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, mol dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar murodiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. G'amli kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing. Yelkam qoqib dalda bo'lar aytgan so'zing. Yaxshi bo'lib ketishimga yetar ko'zing. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog' omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, mol dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar murodiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim. Og'ir kunda qiynalmasdan xizmat qilding. Qaro kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Yoshligimdan birga o'ynab birga kulding. Ardog'imda ardog'lagan eng yaqin do'st. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsam hamki bo'lgin sog' omon. Mening do'stim, mening do'stim. Qo'rqma do'stim, mol dunyo kelar ketar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatiga yetar. Mening do'stim, mening do'stim.
Assalomu alaykum, qadrdonlarim, azizlarim. Bizlarni hurmat qilib, shu Surxondaryoga qadam qo'yganlaringiz uchun men juda minnatdorman. Xush kelibsizlar. Hammalaringiz uylaringizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilayman. Yana necha bor mana shu uchrashuvlarni o'tkazaylik. Xafa bo'lmay ketasizlar degan umiddaman. Sizlarga 2 kun, 3 kunlab mehmon qilishga qodirmiz. Qolinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar desak bo'ladi. Sizlar aziz O'zbekistonni buyuk insonlari, buyuk shifokorlari, sizlarga xush kelibsizlar. Surxondaryo zaminiga deymiz bugun. Diydor ko'rishish 43 yil nasib qilibdi. Bir-birimizni diydor ko'rishish. Alloh shukrona qilib, mana shu kunga yetkazganiga o'ziga shukr qilaylik. Bitta so'z borki, men doim o'sha so'zdan boshlayman-da, gapimni boshida. Tun pardasi ochilib, asta chiqib kelar sahnaga quyosh. Kelinchakdek bo'lib orasida gul salomdan ko'taradi bosh. Hayotning har lahzasi go'zal, umrning har dami g'animat. Hovli go'yo artilgan chinni, yo'llar go'yo yuvilgan oynak. Qutlash uchun yangi bu kunni el oyoqqa turar jonsarak. Qaymoq isi ufurar qanni, dasturxonda issiq kulchalar, suv bosgandek qaqroq o'zanni, odamlarga to'lar ko'chalar. Bu yurtda alp, chinorlar o'sar, ko'k gumbazlar o'ngi so'yingda, bir azaga kirib o'tsang gal, so'ng 10 ta to'y uchilar yo'lingda. Bir vaqtlar berishgan salom, endi esa olishar alik. Qo'llarida duo, xush salom, saodatdir, hatto keksalik. Hayotning har lahzasi go'zal, umrning har dami g'animat. Hayotda har bir lahzasini go'zal bilgan insonlar. Umrini oniy lahzasini bugun mana shunday do'stlar davrasiga sarflayotgan aziz birodarlarimiz, mehribon shifokorlarimiz, bugun sizlarni mana shunday muhtasham Koshonida ko'rganimizdan, Surxon zaminida ko'rib turganimizdan, Surxonni eng so'lim go'shasi, Denon atalmish joy, butun dunyoga mashhur joyda ko'rganimizdan nihoyatda xursandmiz. Xush kelibsizlar deymiz. O'zbek zamini doimo boy va xalqi tafakkurli insonlarga boy bo'lgan. Sababiki inson bitta narsaga doim ulgurishi shart deydi. Nimaga desa, birinchi tug'ruqqa ekan. Tug'ruqni ham shifokor qiladi. Chaqaloqni ham qo'lga oladigan shifokor birinchi. Shuning uchun bugungi bayramlaring qutlug' bo'lsin deymiz. Bugungi mana shunday muhtasham binoda o'tkazilayotgan 43 yillik yubiley marosimi doim qalblariga surur beruvchi, dillarga orasida
xastalik, oqsudalik berguvchi oqshomlar bilan eslash ko'p yillar nasibi ro'z aylasin. Kimdir necha yil yashaydi, buni Alloh biladi. Lekin yashagan umrni ortiga qarab sarhisob qilish siz u bizni ko'p vazifasimizga kirar ekan. Sarhisobda esa yaxshilik, savob ko'p yozilishi kerak ekan. Albatta bu savobni sizlar shifokorlar ortga qaytmasalaringa ham yozib ketyapsizlar. Sababi qanchadan qancha insonlarni bu dunyoga keltirgan, qanchadan qancha insonlarni saqlab qolgansizlar. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Hali ko'p uchrashamiz, suhbatlashamiz. Respublikani turli ko'chalaridan kelgan insonlar bilan bugun mana shu yerda chiroyli qilib intervyular deymizmi, davra suhbatlari o'tkazamiz hali. Xullasi Chorakam Nurov degan bir buyuk inson bor. O'sha insonga agar mumkin bo'lsa qarsak olib qo'yasizlar bugun davrada. Bizlarni taklif qilgan O'g'layxonim Eshmo'minova bilan birgalikda mana shu 1,5 oydan oshdi. Mana shu dasturni o'tkazib berasiz, mana shu dasturni chiroyli qilib berasizlar deb iltimos qildim. Iltimosga binoan biz yetib kelishga harakat qildik. Allohga shukr o'qiymiz. Mana sizlar bilan diydor ko'rishtirganiga. Sog' bo'linglar, yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyat tilab O'g'layxonimni mandabaga chorlayman. Biz bahorda oshiq bo'ldik. Kuzdan uzun. Xazonlarda qolib ketgan qizlar uzun. Nima o'tsa bizdan o'tdi, bizdan gunoh. Tug'ilmagan qo'shiqlarimiz sizdan uzun. Sog'inchlarga singil bo'ldi suyukli yor. Mera unda na ko'ngil bor, na mehr bor. Ozroq ilhom, ko'proq sharob qildi xumor. Tug'ilmagan qo'shiqlarim sizdan uzun. Xush kelibsizlar davramizga O'g'layxonim Eshmo'minova. Marhamat. Hammaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Erkaklarga hamma gapga qo'shamiz. Agarki bugun mana nechta mediklarni o'tkazdik, Mustaqilda ham o'tkazdik, Sho'rchida ham o'tkazdik. Hammasi keldi shu ichkarilarda o'tirdi, yerda eshitib, bugungidek holat ularda bo'lgan, bu ham esda qolardi sizlar uchun. Esda bilan yana bir 10 yildan keyin bilasizlar, mana 43 yilligimiz qanaqa bo'ldi, lekin maza qildik degan joylar esda qolardi narsa bo'lishi kerak. Hozir kelib shunday tayyor joyga kelib o'tirib ham chiqib ketganlarida ular esda qolmasdi. Mana bugungi narsa zo'r esda qoladigan narsa bo'ldi. 43 yillik bu juda esda qolardi narsa bo'ldi. Yana bir bor shifokorlarimizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yana bir bor xush kelibsizlar deymiz. Menimcha Xorazmdan kelgan mediklarimiz ham o'zi kerak, shifokor akalarimizni oppoq qani. Xorazmdan kelganlar ham bormi? Eng uzoq Xorazmda Surxondaryoga menimcha adashmasam, Ekimgao vodiy, Farg'ona, Andijon. Qani Xorazmdan kelgan shifokorlarimiz bormi shu yerdan mana. Aytganimiz sababi, so'raganimiz sababi ham hozir Xorazmcha qo'shiqdan boshlayman. Xorazmda yo'q, chiroyli o'ynaydi-da. Shuncha anjilikda Xorazmlik opamizni, shifokorimizni siz chiqasiz, Azizaga hamma chiqadi. Hamma shifokorlarimiz bilan taklif qilamiz.